Bugün Minecraft. Bugün biz Skyblock'ta ikinci qismini olyapmiz. Biz Skyblock'ta 10 kun yashab qolamiz degandik. Biz Skyblock'ta bu ikinchi kun. Qani, unda go. Biz o'tgan videoda narxi daraxtlar o'sishi uchun joy qurayotgandik. Shuning uchun biz bugun o'sha joyni davom ettiramiz va albatta bu videoda o'zimizga shinamgina uy qurishga harakat qilamiz. Yo'q, eshik ketdi. Va video cho'zilib ketmasligi uchun buni qurib olgunimcha oxirida bitganini ko'rasizlar. Mana biz bu yerda qurib va daraxtlarni ham ekib qo'ydik. Hozir bizning qornimiz juda ham och, shuning uchun biz mana bu daraxtni chopsak, mabodo bizga olmachalar berib qolar. Qanunliku. Mana do'stlar, daraxtlarni ham chopib bo'ldik, lekin afsuski bitta ham olmacha tushmadi. Ilojimiz yo'q, biz chiyataga qo'yamiz. Bunga unchalik qornim sig'madi, lekin hozirchalik bo'ladi. Buni ham chopib ko'ramiz. Do'stlar, kech ham tushib qolyapti. Biz esa hali qornimiz och. Menimcha bugun ovqat topilmasa kerak. Ertaga menimcha bu yerlarda o'tlar o'sib qolsa kerak deb o'ylayman. Va o'tlar bo'lsa, demak biz ko'chat ekamiz. Va hozir o'qiymiz. Va bizda what? Ertalab ko'cha bu yerda to'la o't qanday bo'lishi mumkin? Tushunolmayapman. Oh my god. Biz buni chopib olamiz. Menimcha oy, bizning arozamiz yonyapti. Va bizda to'rtta bor. Oh my god. Do'stlar, bu qanday bo'lishi mumkin? Kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Voy, 6 ta tushdi. Va biz buni ekib qo'yamiz. Demak, do'stlar, biz och qolmaymiz. Yo'q, u tomonga ekish xato menimcha. Oldin o'rab qo'ymasak, menimcha. Va do'stlar, biz bu yerga hamma yerga ekib chiqdik. Nimaga buni o'rab chiqdingiz desalaringiz, agar o'rab chiqmaganimizda bu yerda ko'chatchalarimiz tushib ketardi. Shuning uchun men o'rab chiqdim. Biz endi mana bu tomondan platformacha quramiz va o'zimizga shinamgina uycha quramiz. Birinchi daraxtlarni chopib olamiz va u tomondagi daraxtimiz ham o'sdi. Do'stlar, mana buni qaranglar. Men yo'q paytimda bu olmacha tushib qoldi mana bu daraxtdan. Va bu daraxtimiz ham o'sib chiqdi. Chopib olamiz.
joyiga ekib qo'yamiz. Do'stlar, naryoqda bizga 2 ta olmacha tushdi. Va shu bilan 2 ta olmacha bilan biz qornimizni to'yg'izdirdik. Ekinlarimiz ham o'syapti. Biz birinchi yarasakdan bloklar yasaymiz. Va do'stlar, biz biroz tosh qadaymiz. Va do'stlar, biz tosh yig'ib bo'ldik. Endi biz pol blokdan biroz yasab olamiz. Albatta yo'l qurish uchun. Bu yo'limiz 12 ta ekan. Bizga 12 ta yetarli bo'lsa, albatta yo'q. Va biz yana bir 24 ta yetib qoladi degan umiddamiz. Biz uychamizni bu yoqdan quramiz. Hamma bu. Mana taxminimcha shuncha bo'lib qoladi. Endi biz bu yoqqa platformachasini qurishga boshlaymiz. Uyimiz juda ham katta bo'lmaydi. Shuning uchun platformasini qurish unchalik qiziq emas. Shuning uchun bu video shu joyini o'zim kesib olib tashlayman. Va bizga kechqurun. Shuning uchun biz qolgan ishni ertaga davom ettiramiz. Qish bo'lib ketyapti. U yoqda moblar paydo bo'lishi ehtimoli bor, chunki u tomon yoritmaganman. Moblar paydo bo'ladimi yo'qmi buni sinash uchun biz kechqurun uxlamaymiz. Bu Skyblockda 4-kun. Ertaga 4-kun bo'ladi. Shuning uchun like bosib qo'yingizlar. Va obuna albatta. Agar biz 10 ta obunachiga erishadigan bo'lsak, Skyblockning 3-qismini blogerlar bilan Alex degan bloger bilan olamiz. Shu sababli ham sizlar 10 ta obunachi bo'lingizlar. Kanalimiz 10 ta obunachi bo'lishi bilan biz bu videoning 3-qismini Alex degan bloger bilan olamiz. Ya'ni Minecraft'dir. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yingizlar. Va bizning uyimizda platformasi tayyor va biz o'zini qurishga boshlaymiz. Sal qoldi. Video shu joyda tugadi. Uyimizni juda ham chiroyli qilib qurolmashligi mumkin. Siz Minecraftda qanaqa o'yinchisiz?
dizayner, redstonechi yoki quruvchi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Biz uyimizni qurishda davom etamiz. Biz devorlarni blogimiz yetguncha olib qurib chiqamiz. Qani go. Bizni bloglarimiz shunchaga yetdi. Hozir biz uxlab olamiz. Negadir moblar chiqmayapti. Uxlab olamiz. Ketdik. Mana biz ertalab bo'ldi. Bizni ekinlarimiz hali o'sgani yo'q. Nega bilmadim. Lekin men albatta daraxt chopib ketishim kerak. Yangi video qanaqa bo'lishini kommentariyada yozib qo'ying. Qani, oh my god. Yerni tozalab joyga qo'ymasak. Va bizda 22 ta bo'ldi. Biz bu yoqlarga ekib chiqmasak, bizda kam bo'lib qolyapti daraxtlarimiz. Bizda ikkitanodan bitta daraxtdan atiga 9 tagina chiqdi. Biz 9 tani hammasini blokka aylantirdik va uyimizni quramiz. Va do'stlar, bizning ilojimiz qolmadi. Daraxt o'sgani yo'q. Yarim tonini daraxtli bloklar bilan chiqqan. Nima qilishni bilmasdan o'ylanib qoldim. Daraxt chiqdi. Bu daraxtdan ham yetguncha blok etaylik. O'ttizta blok yetib qolsa kerak. Va bizning uyimiz tayyor. Bu uyimizga 10 ballik sistemada baho qo'yingizlar. Unchalik chiroyli chiqmadi, lekin bizga bo'ladi. O'zimiz aralchamizga ham daraxtlar ekib qo'yamiz. Nima qilishimni bilmayapman. Xalq qotdim. Biz mana bu yerdan ekinlar uchun joy quramiz. Qani go.
ve bizim blogumuz yetmek oldu. Biz mana bu blogda hareket qilamiz ve tushib ketdi. Afsus. Biz uncha siqilganimizdan toshga olamiz. Siqilganimdan toshga o'tirdim. Bu yoqda esa daraxt paydo bo'ldi. Biz daraxtni men yanagi videoda sivilizatsiya quraman. Agar bu fikrim yoqqan bo'lsa, like bosing. Ve abone tugmachasini ham bosib qo'ying. Ve bu Skyblock'ta bizning 5-kunimiz. Biz narsalarimizni uyimizga ko'chiramiz. Qani ku. Kravatimizni bu tomonga. Sonra kanatlarını birleştiremiz. Biz bunda uyumuzu yoritamiz. Ve uxlaymiz. Qornimiz ochgan paytda yegona olmamizni yeymiz. Birinchi qiladigan ishim daraxtlarni chopib olish. Oy oy oy. Ve biz do'stlar bu yerni ham tozalab bo'ldik. Bu yerni tozalagunimizcha bitta tovuqcha bu yerda paydo bo'ldi. Qanday baxt. Bu tovuqchani bu yoqqa uychamizga kirib qo'yamiz. Tovuqcha kelmayapti.
kelmayapti tovuqcha. Biz buni ham tutamiz. Ekinlarimiz chiqarib ketgancha va biz do'stlar mana bu yerda yana ekib qo'ydik. Skyblockda biz olti kun yashadik. Uy qurdik. Uyimiz ichini harni bezatdik desak ham bo'ladi. Ekinlarimiz o'say deb qopti. Biz o'sguncha kutamiz. Do'stlar, biz mana bu o'sguncha biz kutib o'tirdik va bu o'sdi. Albatta turdilarsa o'sguncha kutdik. Juda ham vaqt asli o'tdi. Biz kutganimiz payti har yoqdan ikkita mol spavn bo'ldi. Qanday vaqt? Biz buni darrov ko'paytiramiz. Iди сюда. Endi ko'paytirishni boshlaydi desam. Nega? Minecraft eski versiyada unaqa bo'lmas ekan do'stlar. Men bularni ko'paytiraman desam. Yo'q, tushib ketdi. To'g'ri. Ijod bo'lsin do'stlar. Menimcha biz xalaq beramiz. Asta daraxt ko'z oldimizda. Do'stlar, bu Skyblock'da 7-kun. Biz shu 7 kun davomida ko'p ish qilmadik. Lekin eng katta ishimiz bu uy qurdik. Ha do'stlar, uy qurdik. Va biz osmonda bo'lganimiz sababli bizda ko'p resurslar yo'q edi. Yo'q, to'xtanglar. Biz Skyblock'ning birinchi qismida bu yerga olmos yashirib qo'ygandik. Va olmosni ko'rmaymiz. Va bizga o'zimizga oh my god. What? Minecraft'da bo'lmaydigan holat uchrayapti hozir bu yerda, do'stlar. Oh my god, do'stlar. Juda ham ko'p olmos bu yerda bor ekan.
Bizi orolchamizning hamma joyi to'la resurslar ekan. What the heck deydi-ku. Oh my god do'stlar. Ikkita sigirni chopib yuborish kerak. Daraxtlarni ham chopib oldik. O'rniga yangi qo'yamiz. Biz endi o'zimizga yangi qurol aslahalar yasaymiz. Bizda naq 10 bitta olmasimiz bor ekan. Biz bulardan esa birinchi bitta ko'rka va bitta olmos bolta yasab olamiz. Qolganiga esa bitta shapkacha ham bo'ladi. Va biz shu bilan olmasimiz kiyinadi. Va o'zimiz salba-sal himoyaladik. Va biz bu olmos boltida birinchi daraxt chopib ko'raman desam, daraxt ham yo'q ekan. Lekin biz tosh chopib ko'ramiz. Oh my god. Kreativda sizlar aytganday bo'lyapman. Do'stlar, biz qamalib qoldik. Va biz chiqib oldik. Juda ham tezga o'laverdim. Ha do'stlar. Mana bu ekinlar. Oy do'stlar. Biz olmos boltani sinash vaqti keldi. Mana go. Oh my god. Juda ham tez. Juda ham easy peasy. Oh my god. Do'stlar, juda ham tez kovlar ekan. To'g'rirog'i chopar ekan. Buncha ulug' qayerdan keldi desalaring. Boya AFK bo'lib kutib o'tirdik o'sishini ekinlarimiz. Shuning uchun bilgan bo'lsalaringiz, biz bu yer Skyblock'da 7 kun yashadik va shu kungacha hech ham bizning orolchamizda zombi paydo bo'lmadi. Ya'ni spawn bo'lmadi.
Bizni ekinlarimiz, ekin qiladigan joyimiz oxirigacha qurib bitkazilmadi. Agar bu bitishini istasangiz, bu videoni ikkinchi qismi, ya'ni 3-qismini ko'rishingizga to'g'ri keladi va kech ham bo'lyapti. Bu video esa tugab boryapti. Nariyoqdagi ikkita molni oxirgi marta ko'paytirib ko'ramiz. 1, 2, 3. Ijodni boshlanglar. Menga yana bitta sigircha kerak. O'zim och qolib senlarga ovqat topib beraysam, senlar menga bitta sigircha qilib bera olmaysizlarmi? Senlar yaramas mol ekansizlar. Ha, yaramas. Bular men aytgan narsani qilib bera olmayapti. Ularni chopish kerak. Va go'shtini pishirib yeyish kerak. Va bu Skyblockda 7-kun tugashi edi. Keyingi videoda esa biz Skyblockda 10 kun yashab qo'yamiz. Va videoga like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu kanal yaralishiga juda katta hissa qo'shdilaringiz. Sizlar bilan tanqo bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.